Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taologa maqtovlar bo'lsin. Hurmatli yaxshi insonlar, har biringlar ehsoninglarni oxiratinglarga zaxira qilgan bo'lsin. Mana shunday madrasada ilm olayotgan talabalarga befarq bo'lmaydi. Hozir mana shu videoda ko'rayotgan madrasada qancha bolajonlar o'qiydi. Qancha bolalar o'qiydi. Bu yerda hozir ustozlar aytishicha qancha muhtojchiligi bor ekan. O'qituvchilarga beradigan oylik xususan eng kerakli oziq-ovqatlardan qiynalar ekan. Hurmatli jamoatlar, shu Alloh va Rasulining ilmini olayotgan shu talabalarga befarq bo'lmaylik. Mana shu videoni ham Alloh uchun tarqatib qo'yaylik. Bunday yaxshi kunlarda turibmiz. Bitta talabaga kimdir hissasini qo'shsa, buni ajri bor albatta. Ajrini albatta olasizlar. Ular Alloh va Rasulining ilmini olayotgan insonlar. Mana shunday bolalar haqqiga duo qilaylik, elimizga, dinimizga xizmat qiladigan farzandlar chiqsin. Mana shu talabalarga befarq bo'lmaysizlar degan umid. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar va ko'kalar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Alloh azza va jalla siz va bizlarni bugun namoz o'qib yana birga duo qilishlik vaqtiga musharraf qilib turibdi. Albatta qo'limizdan kelganicha vaqtimiz bo'lganda sizlar bilan suhbat qilib turibmiz. Kamchiliklarni Alloh o'zi kechirsin. Kamchiliklarini Allohning o'zi to'ldirsin. Albatta bu aytilayotgan, gapirilayotgan suhbatlarni yaxshiligi, yutug'i bu shariatdan, kamchiligi bizdan bo'ladi. Alloh o'zi hammamizni kechirsin, hidoyatga solsin. Imom Termiziy, Imom Muslim hadislarda rivoyat qilgan bir hadis bor. Imom Termiziyda ham keladi, Sahih Muslimda ham keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan yoki Anas radhiyallohu anhu va g'ayruhu va ulardan boshqalardan ham rivoyat qilingan bir hadis bor. Aytadilarki, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam kunlardan bir kun mana shu siz azizlar o'tirgani kabi sahobalar o'tirgan edi. Rasulimiz alayhisalom mana bunday minbarga chiqayotdilar. Sa'id al-minbar deydilar. Minbarga chiqdilarda birinchisiga chiqqandan keyin to'xtab qoldilarda, "Thumma qala amin." Keyin amin dedilar. Keyin yana ikkinchisiga chiqdilar. Yana to'xtadilar, yana amin dedilar. Va uchinchisiga chiqdilar. "Thumma qala amin." Thumma stawa va jalasa. Keyin o'girildilar va o'tirdilar. Uchinchi marta yana amin dedilar. Sahobai kiromlar payg'ambarimiz alayhissalomning har bir harakatlarini kuzatardilar. Agar qachon ular uchun doimiy qilinmagan bir ish bo'lsa savol berardilar. Ko'rdilarki, bu ish avval bo'lmagan. Nega endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim minbarga indamasdan chiqardilar? Bu safar to'xtab yana har to'xtaganda amin amin deb chiqdilar. So'radilar sahobalar: "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nega 3 marta amin amin deb chiqdingiz minbarga? Avval bu narsani ko'rmagan edik-ku" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom ular kutmagan gapni aytdilar. "Atani Jibril alayhisalom" dedilar. "Men minbarga chiqayotganda Jibril alayhisalom farishta keldilar. Har bir darajatga chiqqanda, har bir xonaga chiqqanda u zot bittadan duo qildilar va menga qul amin dedilar. Amin degin dedilar, men amin dedim. Har biriga Jibril alayhisalom duo qildilar va payg'ambarimiz alayhisalom amin dedilar. Jibril alayhisalom farishtalarning eng ulug'i. Qancha payg'ambar alayhissalomlar kelgan bo'lsa, hammasiga vahiyni Jibril alayhissalom olib kelganlar. Eng ulug' farishta. Mana shu zot duo qildilar.
duolari qabul bo'ladigan, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Jabroil alayhissalomning duolariga amin dedilar. Amin degani ostajib duoahu deganida, duosini qabul qil degani. Amin degani duosini qabul qil degani. Jabroil alayhissalomning duolariga payg'ambarimiz alayhissalom qo'shilib duosini qabul qil yo Rabbi deyapti. Mana o'ylaymanki, biror bir musulmon yo'qki, mana shu duoni mustajabligiga gumonda bo'lsa. Sizda gumon bormi? Yo'q. Bizda yo'q. Hech kimimizda gumon yo'q. Hammamiz aytamizki, bularning duosi demak shubhasiz qabul. Xo'p. Buyuk zotlarning duosi qabuliyatiga hozir siz azizlar Imom Muslimda, Imom Termiziyda kelgan sahih hadis ekan. Mana shunday ulug' hadis ekan, ulug' zotlar aytgan ekan. Amin deganlikni Rasululloh tasdiqlayaptilar, aytibdilar, duo qilibdilar. Bu shubhasiz qabul deb turganingizdan keyin bu duoni nimaligini bilib turib mana shunga yarasha amal qilishni Allohdan so'rab turing. Rasulimiz alayhisalom aytibdilar. Nima deb duo qildilar? Jabroil alayhisalom deganlarida, birinchi darajatga chiqqanlarida Jabroil alayhisalom aytibdilarki, Raghima anfu rajulin yoki ikkinchi rivoyatda Raghima anfu imri'in, burni yerga ishqalanib ketsin. Bu iborani o'zbekchasiga aytsak, xor bo'lib ketsin degan ma'no chiqadi. Xor bo'lib ketsin, zor bo'lib ketsin. Shunday kishiki, idza zukirta indahu falam yusalli alayk. Sizni nomingiz uning oldida zikr qilinsa-yu, u sizga salovat aytmasa, bunaqa insonni burni yerga ishqalanib ketsin deganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning nomini eshitganda har qanday musulmon hech bo'lmasa alayhissalom desin azizlar. Sallallohu alayhi vasallam desin. Chunki Alloh Qur'oni Karimda ham bunga amr qildi. Estaizu billah, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima dedi. Alloh buyuryapti. Albatta Alloh va farishtalar payg'ambar alayhissalomga salovat aytadi. Ey mu'minlar, sizlar ham u zotga salovat salom aytinglar debdi Alloh taolo. Demak, payg'ambarimiz alayhissalot vassalamning nomini eshitganda, u zot zikr qilinganda albatta salovat aytishimiz kerak. Bir xilgilarimiz o'zimizcha gapiramiz, o'tirib hadisdan gapiramiz. Payg'ambar bunday degan ekan. Payg'ambar unday degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bunaqa beodoblik qilmaslik kerak. Gapirsa hadisni oxirigacha chiroyli qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb salovati bilan aytish kerak. U zotning nomini eshitdikmi, darhol salovat aytishimiz kerak. Darhol salovat aytishimiz kerak. Agar kimki salovat aytmasa, demak uni qalbida payg'ambarimiz alayhissalomga muhabbat yo'q azizlar. Shuning uchun ham Jabroil alayhissalom bunday insonni burni yerga ishqalansin dedilar. Ikkinchi bahonaga chiqqanlarda nima dedilar? Aytdilarki, yana xuddi shu duoni qaytardilar. Raghima anfu rajulin yoki raghima anfu imri'in, burni yerga ishqalansin, xor bo'lsin. Shunday kishiki, agar uni uyida ota-onasi tirik bo'lsa, yo bitta otasi yo bitta onasi tirik bo'lsa-yu, ular tirik mahalda ularning duosini, roziligini olib jannatga kirib olmaydigan farzand bo'lsa, bu ham xor bo'lsin deydilar, amin dedilar. Uyingizda ota-onangiz bo'lsa, ularning duosini olib, xizmatini qilib jannatiy bo'lib oling. Agar bu imkoniyatni qo'ldan chiqargan bola bo'lsa, farzand bo'lsa, o'sha duoga to'g'ri kelib qoladi. Uni imkoniyatini qo'ldan chiqarib yuborayotganlar qancha bo'lyapti azizlar? Qancha bo'lyapti? Tashqarida turib ko'pchilik bilmaysiz. Otalar, onalar ishlariga aralashyapmiz biz. Yig'layotganlar qancha? Mana Ramazon oylari, Qadr kechalari, hammani duosi qabul bo'ladi, magar ham ota-onaga oq bo'lgan odamning duosi qabul bo'lmaydi.
ko'pchilik xursand bo'ladiki, otam, onam meni hech qachon oq qildim demagan. Demaydi-da. Hech qaysi ota-ona bolasiga oq qildim seni demaydi azizlar. Juda ham endi jonidan o'tib ketmasa aytmaydi bu gapni. Zulm qilsa ham aytmaydi bolasiga. Ammo esdan chiqarmangki, kim ota-onasini yig'latsa, u ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolgan bo'ladi. Ota-onasini ko'zidan yosh chiqarib qo'ysa, u farzand ota-onasini oq qilganlar qatorida qiyomatda turilib hayron bo'lib turaveradi. Nimaga bunday bo'ldi ekan deb. Holbuki tirik mahalda ularni duosini olib, ularda xizmatini qilib, rizoligini olish kerak edi. Umrlari uzoq bo'lsin, otalar o'tiribdi. Ota-onani o'sha ota-ona bo'lganda biladi deb ko'p aytamiz. Farzanddan ko'p narsa so'ramaydi azizlar. Farzanddan faqatgina e'tibor so'raydi. Farzandiga gapirayotgan bo'lsa, uni yaxshiligini o'ylab gapiradi. Shuning uchun ota-onamizga ko'proq e'tibor qaratib qo'yaylik. Ularning duosini olaylik, ularning xizmatini qilaylik-da, inshaalloh o'sha jannatiylarning qatoridan joy olaylik. Rasululloh alayhisalom 3-darajatga chiqdilar, 3-pog'onaga chiqdilar. Yana amin dedilar. Buni sababini aytdilarki, yana Jibril alayhisalom 3-marta ham duo qilibdilar. Iza dakhala Ramazon debdilar. Agar Ramazon oyi kirsa-yu, ushbu oyda jannat eshiklari ochiq, do'zax eshiklari berkilgan bir kunda ham gunohlaridan yuvilib, Ramazondan gunohlardan pok holatda chiqib olmaydigan kimsa bo'lsa, bu ham xor bo'lsin deganida amin dedi. Demak, Ramazon oyini inson Allohning bergan imkoniyati deb qabul qilish kerak. Alloh gunohlarni kechirishni va'da qilyapti. Tavbalarni qabul qilishlikni va'da qilyapti. Jannatning eshigini ochib qo'ydi, do'zaxni berkitib qo'ydi, shaytonni kishanlab qo'ydi. Mana shu kunda ham endi g'aflatda bo'lib, ichib ma'siyat qilib yurganlar qancha bo'ladi? Ramazonda qancha bunaqa gunoh. Ana o'shnaqa bo'lib yursak, Ramazon oyida ham gunoh, fujur, fisq qilib yursak, Alloh saqlasin. Ilohim bunday yurmaylik, ibodatda bo'laylik. Mabodo shunaqa gunohlar bilan yuradigan bo'lsa, haligi duoda ichiga kirib qoladi. Bu duo endi o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, ikki buyuk zotning duosi. Shuning uchun bu duodan o'zimizni ehtiyot qilishlik uchun o'sha duoda aytilingan narsani qilma deganini, qilmaslik qil deganiga intilish kerak. Rasululloh alayhisalom mana shu gapni aytganiga necha asr bo'ldi, mana sahobalardan bizga qadar yetib kelyapti. Biz doim buni qayta-qayta eslatyapmiz azizlar. Hammamiz bu dunyoga omonatmiz. Siz azizlar bugun suhbatimizda o'tirgan barchalaringiz Rasululloh alayhisalomning bir hadislariga amal qilib o'tiribsiz. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kuni suhbat qilyotgandilar mana shunday qilib. 3 ta birodar do'st kelib qoldi. Bu ham hadis. Voqea bu bo'lgan. Birlari aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbat qilayotganini ko'rib, "Suhbat bo'lyapti ekan" dedi. Bundoq yurib ichkariga harakat qilishga, yaqinroqqa borishga harakat qildi. Ikkinchisi aytdiki, o'zini ichida, "Yo'q, hozir men odamlar orasida o'tsam, bularni hammasini tashvishga qo'yaman" dedi-da, bir chekkada o'tirdi. Uchinchisi qaradi-da, indamasdan burilib chiqib ketib. Rasululloh alayhisalom suhbat qilib bo'lganlardan keyin aytdilarki, hammasi turayotganda to'xtanglar dedilar. Jibril alayhisalom bu xabarni olib keldi dedi, Alloh bildirdi-da. 3 ta do'st bor ekan dedilar. Haligilarda aytibdi. 3 ta do'st bor ekan. Uchalasi ilm suhbatiga kelibdilar. Birlari suhbatni yaxshiroq eshitdi deb yaqinlashibdi, Alloh ham unga yaqinlashdi. Biri odam Allohning suhbatidan odamlarni chalg'itishdan hayo qilibdi, Alloh uni gunohini yozishdan hayo qildi. Ammo uchinchisi yuz o'girib ketibdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedilar. Shuning uchun siz azizlar bugun mana o'tirib, ham yaqin bo'lib, ham hayo qilib o'tirgan orqada ko'rdik. Ham muhabbat, ham sadoqat bilan o'tiribmiz. Inshaalloh Alloh azza va jalla mana shu savobiga dohil bo'laylik. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigran servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zapret olgan bo'lsangiz, kimga tekshirtirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zapret bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statiya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Aytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.